Alloh aytayapti. Uni senga bermayman. Va sen g'azablanasan, duo qilasan, so'raysan. Ey Allohim, men uni xohlayman. Men buni xohlayman. Alloh aytadi: bilaman, senga bermayman. Chunki seni yaxshi ko'raman. Agar senga buni bersam, senga yaxshi bo'lmaydi. Oramizda yaxshi munosabat bo'lmaydi. Meni unutasan, mendan yuz o'girasan. Oxiridagi go'zal hayotingni yo'q qilasan. Men senga ma'lum muddat davomida istagan narsalaringga erishishingga yo'l qo'ymayman. Keyin menga kelganingda hamma xohlaganingni beraman.